Bu Buyda namlıq əsərdəki birinci dərəcəlik şapaq zinaxur kim o? Əlbəttə mən demsəm həmminlarning kallısığa Xi Minqing gap bo'ldi. Shunami? Biroq yeni bir shapaqchi bor. U Xi Minqingdan ustun turdi. Xi Minqingdan yomon. Bu kim o desanglar, Roib Aysholi. Endi Roibning nomi Ruhaym deb qo'ydi. Nimish uni birinchi darajali shapaq Xi Minqingdan yomon deyman. Buning yomayir nada deganda unda tahlil qilib baqli. Su Buyda nomli asarda eng donliq axloqsiz ayoldan ikkisi bor. Albatta uning birisi ham menlar o'ylab bo'ldinglar shu Vudalangning ayoli Penjinlian. İkinci olsa ma Jallatbegi Yangshu'nun ayali Penchaoyun. Ben Yangshu'nun laqabini nimti unutib qoldim bir şeyde. Bildiğinler penunçu gizbetanlar meni guancu qubagash. Hem nima ishkil ayal qarsak penfamillik. Ya bir oğaçsan olmu bula. İki yilsi iri yüzsüzlük qilib yeşil mozga aydirib qo'yganlar. Endi bu yerdagi Penjinlianning ozg'ini qarsak, bu o'zining iri Vudalangni Xi Minqing bilan selishtirib, ezib ketganini qarsak sal tushunishlik. Hem bu yer Xi Minqing nait, kilishgan, qaddi-qomatlik, pul va boy, hem shunday shirin shekar so'zlik, ish harakatlardan tortib, shundami? Shunga irik selishtirib Penjinlianning ezib ketishi sal aql muvofiq, normalroq. Bu yer Vudalang qarsak, hem sert, hem paka, hem namrat, hem bir tilim tatliq emas. Bu jihatning hammasida Xi Minqing buningdan natijasi ortiq. Lekin ma Penchaoyunning ozg'ini Roib Ruhay. Bu Roibning şu taqir beshidan boshqa hech nimasi yo'q. Endi bu qandoq qilib bu Penchaoyunni o'ziga ozdira oldi? Qaranglar. Xi Minqingga texma orliqda dallollik qilib yordam qilayotgan Van Kemper bor. Lekin ma Roibda hech nim yo'q. Endi bu yer bu Roib Ruhay bilan bu Yangshu'ni selishtirsak, bu yerki Yangshu her jihat ustun qarsak buning qaddi qomati xil kelishgan, o'zining alam martim bor. Orada bir kichik olsun xizmati bor. Qo'l ilkidimi xil bor. O'tinning xizmatini qilgan bir qancha bir malay dedeklarimi bor. Endi shu bir bo'lmaydi g'ayri xizmati sal aldirash. Vaqti-vaqtida kelanmaydi, ba'zi kech jabar qilib qoldi. Buning hammasi shu oilasi uchun qo'shinami, shu bir oilani boqmis bo'lmaydi-ku bumi. Uning ustiga qaranglar, bu yerki Xi Minqing Yangon Nais'nin en katta beyi hem laudasi. Bu endi bu yerki pendünçekten herkes korkmaydı. Kin usun ulan boğaçtı. Hatta Nai ambildan tatip setip alaldı o. Kim mayerkime Roib Ruhay Yangshu'dek Jallat Begi'den mi korkmayvatıdı. Bu işkisinin o derisini qarsak çuqum korkuş gerekti. Hem tekma Roib Ruhay aş Yangshu'nun üyü kirip Yangshu'nun karvıtıda Yangshu'nun xotini bilen Ma'nın axırını demek. Qaranglar ma qapçuraklikni. Xi Minqing chig'ida Penjinlian bilan Van Kemperning uyida Jungdianfang echib turib bo'ldi mayish. Keyin bu yerga Vuda o'lgandan keyin, anoddan keyin buning uyi kirishga betini oldi Xi Minqing chig'ida. Mayakma Roib Ruhayning ma qapchurakligi qaranglar. Hey, yomon mikan. Endi yeni qarsak bu yerga Penjinlian Vudalangni o'ltirayotgandan keyin ish qilib qo'rqsinmi, nima qilib bir pushaymon qildi qig'iniga. Ajab qilib qeptimiz deb shunday daklik bo'ldi, pushaymon qildi. Biroq yerga Penchaoyunchu Yangshu'ning yuzidan 100 gram nimdivatdi mishada bu gapni yeyman deb tushmang. Akam Ruhayni o'ltirib o'tibsa, menim o'ltir. Men o'ylab kelsa, menga bu jonning lozim yo'q. U deb mushta gaplarni qilyapti. Mushadimi qarsan Yangshu yenilar bir raym qilmoqchi. Ishqmash xotun men taraf bir gapni qilib qolsa, xato aytdim bu deb qas bir o'ltamayman deb ishkilinib tursa, lekin ma xotun bu Yangshu'ga qat'iy yuz bermadi bu yerda. Anlama Ruhayga Roib ma Penchaoyunni qaysi darajada o'zi ko'ydiribdi, qaysi darajada o'zi keltiribdi. Xi Minqingdan ras yomon mikanmi o? Endi meni bak taklif qilib men ham hunarlarini o'rgatib olsam, hamma vaqtda shapaq cho'p ketmanglar. Qolgan gapni demang. Axırda savol, undaqda nima uchun hammamiz bu yerga Penjinlian bilan Xi Minqingning bu nomini bakarak bilamiz? Bu ikkisi nima uchun bu yerga Penchaoyun bilan Ruhaydan bakarak donliq qo'lib ketgan? Nima uchun?